Assalomu alaykum. Xorbeylar. Salomatmisizlar? Rahmat. Ozgina ovora qilib qo'ydik. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Xorbeylar, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Salomatmisizlar? Opa, mana bu mahsulot sizga olib keldik. Hozir ilgari ham olgan ekansizlar. Rahmat. Opa, bu mahsulotni olishdan oldin farzandingizda nima muammolari bor edi? Nima uchun oldingiz? Buni olishimdan maqsadim farzandimda gijja asosan ovqat yedirmasdi, uncha iste'mol qilmasdi mahsulotlarni. Bo'y o'sishlarida muammo bor edi. Ishtahasi uncha yaxshi emas edi. Ozg'inligiga shunga olgan edim. Hozir mana 17 kun bo'ldi. 3 kunda bilindi natijalari. 3 kun ichirdim, ertasi kundan gijja qurtlari tushdi. Ko'rdingiz. O'zim ko'rdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Rahmat, mahsulotlarga ishonch bor ekan. Avvalo rahmat homiylarga, hammasiga. Opa, bu mahsulotni qayerda ko'rib, kimizga tavsiya qildik? Qanaqa tanishib qoldingiz mahsulotingiz bilan? Men buni Instagramdan ko'rib, ko'pchilik kommentariyalarni ko'rdim. Asosan yaxshi natijalari bo'lganligini eshitdim, bildim. IShIDdagi xodimlarga ham telefon qilib so'radim. So'rasam ishonch bor dedi. Shahram G'iyosov aktyor akamiz dedi. Qizlarini xotirasiga bag'ishlaganligi uchun yaxshi mahsulot, ishonchli dedi. Mana shu bolamiz ekanlar mana. Shu o'g'limiz ekanlar. Oldinga nisbatan yaxshi farzandim. Rahmat, sog' bo'linglar. Zo'r. Opa, mana effekt ko'rgan odam sifatida yaqinlaringizga, umuman atrofingizga, butun O'zbekiston xalqiga nima biz mahsulotimizni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Bundan tavsiya beraman. Albatta ishonib, olib ichirishlarini. Ishonchli ekan. Albatta farzandinglarda o'zgarish bo'ladi, xudo xolasa. Mana mening farzandimda o'zgarish bo'ldi, mana. Keling. Mana yila semirib qoldi, etovlar. Bo'ylari ham yila o'sib qoldi. O'zgarmabdi deganlarga, lekin oldingi oldingi holatidan ko'ra yaxshi, natijasi zo'r.